Ahmadjon, bu yangi Namanganmi betam? Ha, yangi Namangan tumani. Yangi Namangan tumani. Ha, Mintara mefe. Bitirasizmi? Ha, Mintara mefe. Ukamiz oldiga keldim. Mana Xudo xolasa. yaxshi niyatda qo'ylarni ham hozir ko'rsatamiz. Mana bu joylarni joy qilyapti ekan, qaranglar, aka-ukalar. Bu soymi naryoqda? O soy. Katta Namangan soyimiz bor. U o'sha Koson soydan keladigan soy. Ha. Havasi hozir ko'rsiz. Shaharga qaraganda 7 gradus, 8 gradus. Bizda havo uryapti-da. Havo uradi. Ha. Oldiga tushsangiz yana ham sovuq bo'ladi. Zo'r joylarga. Uyingizni hovlisi mana shu yerdan tushirasiz pastga. Shunda mashinadan tushib, mana yerda katta bir 12 sotix bo'lib joyimiz bor. Qo'yxona qurmoqchisiz. Qo'yxona qurmoqchiman. Sizni qo'yxonangizni havas qilganman. Ko'rib turdik. 3 yildan beri ko'rib tomosha qilib kelamiz YouTube'da, Instagram'da, Telegram kanalingizdan bor. Telegram ikkita kanalingiz bor. Boringizga shukr. Ikkitasini tomosha qilamiz. Men Allohga ming qadar shukr aytamanki, menga mukofotini Alloh beradi. Bu to'g'risini aytib qo'yayda. Bu Instagramdan, misolda masalan ijtimoiy tarmoqdan bunaqa nima yo'q, daromad. Ochig'ini aytaverayda. Men mana shunday qilib aylanib yurib, video qilib olib yuraman. Lekin buni mukofotini Alloh barakasini menga beradi. O'zi tomon o'zi yetkazib mana qarang, 16 yoshli o'g'lingizni qarang, men har bitta videongizni ko'raman deyapti. Har bitta videongizni ko'radi. Menga aytadi, dedi. Bu aqaboddilar. Haliga meni qo'ydi. Hozir Esenkayda qanaqa hozir qo'y bilan shug'ullanadigan odam bo'lsa, chorvachilik bilan shug'ullanadigan odamlarni hammasini taniydi. Qanaqa qo'yi bor. Bu Namangan Tugur Esengaydagi siz qaysi qo'riga kirgan bo'lsangiz, hammasini qo'yini o'tigacha aytib beradi. Qanaqa bolasi tug'ilgan, onasi qanaqa, ashi to'g'risida hammasini ma'lumotini biladi. Shular mana endi masalan mana shu o'g'illarni mana seleksiya bilan shug'ullanib, mana shu yerga xudo xolasa chiroyli qilib qo'yxonalarni solib bersangiz, xalqqa yetkazadi-yu hayvonni baqtirib, to'g'rimi? Xudo xolasa o'sha niyatimiz go'sht yo'nalishi bo'yicha, mana o'zi zot yo'nalishi bo'yicha yaqindan biri sizlarni bilib anaqalarni qiziqibdi, zotga ham ozgina qo'y qilish kerak. Ha, boshladi. Hozir 30 tadan oshdi. Zot yo'nalishda. O'zimizni yig'ib kelgan bir 6 tadan boshladi, 30 tadan o'tdi mana. Yo'q, qo'chqonlaringizni ham bir qator olib chiqib ko'rsatamiz-da. Xudo xolasa qo'chqon. Ammo joyiga 5. Mana bu nima skvoznoy bo'lar ekanda, bu haligi nimasi bo'ladi? Hali jarliq deydi. Haligi qarang. Shabada yuradigan joy. Afsona Chaqpalik ham ko'rinib turadi bu yerda. Ha, ko'rinib turadi. Afsona Chaqpalik ham ko'rinib turadi. U to'g'rida. Zo'r joylar ekan. Maza qildim kelib. Havasi yaxshi-da. Havasi odam bir baxtlilar ochiladi. Begani shiyponlarni qilib qo'yib, qo'yxonani qilib, tomosha qilib o'tirsangiz. Omma bitta narsa va'da bering, bitkada chaqirasiz. Chaqiraman, xudo xolasa. O'zi sizning niyatingiz, o'zi kelishingizni bilib, o'zi telefon qilib boshladim-ku, ash o'g'limni qiziqishida aka. Zo'r. Menga ko'pam nima bo'lmasa o'g'limni qiziqish uchun hunarli bo'ladi-ku. Ha, hozir mana veterinar haligi qo'y doktorlar bilan o'zi aytibdi, shogirdga tushay, men nima qilay dedi. Shuni ko'ray, qiziqib turib, yo'nalishini topdi, 16 yoshida bo'laman deyapti. Vetvrach doktor bo'laman deyapti. Vetvrach doktor bo'laman. Qo'ylarimni haligi o'zim ham haligi davolayman. Sizdagi mana xonadonlarga borganimda qo'ylarni yaxshi chiqib qolsa olaman, egasidan ham sotaman deb niyati bor. Xudoga shukr. Niyatiga yetsin. Aka, zo'r hunar. Yaxshi hunar. Zo'r hunar. Qo'y boqqan odamdan hech qachon yomonlik chiqmaydi. Qo'yda bittasida baraka, ikkitasida barakot, uchtasida umuman barakot deyilgan Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning gaplari bor. Xudo xolasa mana qo'y boqib hech kam bo'lmadi. Xonadonlarni qildik, mashina oldik, mana uchastkalarni qildik, mana yerlarni oldik mana bag'dan. Xudo xolasa ko'pchilikga tavsiya qilaman, yoshlarga qo'y boqishni, ikkitadan bo'lsa ham boqishsin, keyin natijasini ko'rishadi, xudo xolasa. Boringiz. Qo'chqonlar uka, bu qo'ylarni endi seleksiya yo'nalishida oldingiz bularda. Ha, seleksiya yo'nalishida oldim. Bo'laveradi, mana shular bilan shug'ullanaverish kerak. Birinchi klassdan boshladi-da. Biz haligi qimmat qo'yaman. Qimmat qo'ymadim. Birinchi klassdan boshladi. Elitnidan qarang, qo'ylarimizni qulog'ini, joylashishlari hamma. Bu qarang, mana qo'yam zo'r ekan-a. Zo'r qo'y, shu qo'yman. Mana bu nimaga? Bu Xusori qo'y bu. Xusori qo'y bolasi nihoyatda chiroyli, katta bitdi. Ana shu kerak menga, shuni gapiring. Bolani katta bitdi. Keyin bu qo'yni olib qoldim. Yoshi ham katta emas, 6 tishda. Yana bir 2 yil, 3 yil bolasini olsa bo'ladi. Mana katta qo'chqonlarimiz bor. Oldingi bolasi o'zimiz qo'chqordan qochmagandi. Yaxshi bola bergani uchun o'zi zotli qo'chqor qo'shmoqchimiz. Yana bir hozir bo'g'oz. 1,5 oylik bo'g'oz. Ha, xudo xolasa buni natijasini endi kuzda ko'ramizda. Yana haligi boshqa qo'yimizga qochirib, zot yo'nalishi bo'yicha o'zimizda bir
tajriba almashib turib, sekin rivojlantirib. To'ppa Ha, hojakallarimdan maslahatlashib, seleksiya yo'nalishini maslahatlashib, ko'rsataman. qo'shsa bo'ladi. Aslida qanaqa bola tushirsa bo'ladi. Zo'r. Shuni maslahatlashib qilyapmiz. Mana shu qo'ydan men qarang, hozir 100 dona qilib olsangiz, mana shu mana bir xilda. Ha, bu sizga boshqa ish kerak yo'q. To'g'risida. Kerak yo'q. Duo qilib yotish kerak bular. Mana edi mana yarichkalarimiz bor mana. Zo'rjon aka, mana o'zimiz natija bergan qo'ylarimiz qarang mana. Qo'y, zo'r tushibdi-ku bular. Mana. Quloqlarni qarang. Mana shu qo'ylar. Mana shu qo'ylardan tushgan qo'ylar. Qo'ylardan tushgan. Mana shu birinchi klass. Birinchi klass. Mana bo'lar ekan-ku mana shunaqa qilib. Mana liniyasi bor, qo'ylarimiz ham bor. Ha. Mana shu o'g'lim krasavchik, o'g'lim biladi-da mana liniyasini. Hammasini o'zi yodlab olgan. Endi bilyapman, siz qimmat qo'y olmagansiz. Arzon qilib mana masalan birinchi klassdan boshlab sekin mana tarbiyalab olgansiz. Natijalarga erishibdi. Men hozir kirganda bitta qo'chqoringizni ko'rdim. Haligi oqda. Juda ham zo'r qo'chqor ekan. Shu qo'chqorni qo'shish kerak bularga. Qo'shib ham uni natijasi bor. Bormi? Mana edi, mana o'sha birga bir chiqqan bolalari bor. Bu ash qo'chqorda? Mana. Bolasini olib kelingchi. Mana. Mana. Narigi hozirgi svetliydi bolasi. Figurani bir qo'ydan tushgan. Hozir endi bu qo'chqorchi buni. Voy, buni yaxshi ko'rgan qo'chqori. Nima deydi otini buni? Cho'rniy bo'lmaydi degan qo'chqor. Cho'rniy bo'lmaydi. Necha yosh bo'ladi bu? Bu endi 4-chi chiqadi mana. 2 yasharda, 2 yashar. Bo'yi nechi buni? Bu bo'yi 1.3 chiqsa kerak. Mana shu o'g'lingiz mana ishqiboz bo'lib shu qo'chqorni olib keltirdi. Mehr beryaptimi? Mehr shuni olib beradi. Kasalliklarni ham o'rganyapsizmi? Malades. Nimalarni ancha-muncha Telegram kanallarda ham olaverasiz ma'lumotlarni. Natijalari yaxshi. Yaxshimi? Sizdan ko'p narsani o'rgandi. Ilohim, kelajakda mana shu yaxshi ish. Tavsiyalaringiz bor-ku, mana doktorlar bilan olib borgan ishlaringiz, mana qo'turga qanaqa dori qilish kerak, og'izda yara chiqsa nima dori qilish kerak, hammasini saqlanib qo'yganmiz biz. O'zingiz davolab qo'yasiz. O'zimiz sizdan olganimizda kerakli joyda Zo'rjon aka mana deganlar, tuyog'ini bundoq qilish kerak deb turib, ana shuni ko'ramizda, o'shanda o'zimiz borlaringiz doktor chaqirmaymiz. Zo'r. Qo'chqorni bitta orqasini ham bitta ko'rsating-da. Dumbalar razrezdan. Zo'r ekan. Zo'r ekan, zo'r ekan. O'zlaridanmi bu yog'i, hoji aka? Narigilar ham sotuvda? Xudo xolasa, Zo'rjon aka yaxshi niyat qilib boqitganmiz. Mana avgustdan ko'pchilik so'raganlar bor. Bizni qo'chqor boqishimizni biladi. Yaxshi niyat qilib boqyapmiz. Yaxshi insonlar bo'lsa, aloqaga chiqishsa, kelishib, sal insof sari beraverasiz. Insof sari beraveramiz. Bizga u katta pul aytmaydi. Zo'r ekan. Mana dumbar razrezlari bor. Hammasini tergansizda endi o'zingiz. Terilgan, bitta-bitta qilib terilgan. Buni semirtirib olmasdan shunday ushlavering. Shunday ushlaymiz, xudo xolasa. Biz ham o'sha anaqa bir sportivniy holatda ushlab turibmiz hozir. Mana qo'chqor ham zo'r ekan. Barakasini bersin. Telefon nomeringizni safchinaga qo'yib qo'yaman endi uka. Ha, bo'pti. Yosinxon, ilohim baraka toping. Yuring ichkarida bitta video qilib bering. Qani Yosinxon, bu qaysi bu? Vanadagi Sibat qo'chqorimiz qizi, 4.5 oylik. Klichka Sebat deb qo'ygansiz. Sibat deb qo'yganmiz. 4.5 oylik bu. 4.5 oylik bo'ldi. Darigilarni ham ko'rsating, jirafani ko'rsat. Va 3 oylik qo'zi. 3 oylik qo'zi. Qarang. Mana qarang, quloqlari ham ancha uzun bo'pti. Barakasini bersin, ilohim chempion qo'chqorlarni chiqaring siz ham. Xo'pmi? Sovliqlar, qo'ylar. Uni qo'ysa ham zo'r ekan shu narigi. Narigisi. Ana shu ideal. Sveta ham hamma yo'g'i joyida ekan. Qarang. Bu bo'g'oz. Bo'g'ozmi? Krasavchikligini. Liniyasi bormi buni? Krasavchikligini. Inshaalloh, Jo'rniy Bumerdan qochdi. 2 oylik bo'ldi, qonidaga qarasa, birinchi tug'ish. Alloh barakasini bersin. Mana menga mana shu qo'yingiz yoqdi, zo'r ekan. Mana shunday qo'ydan 50 ta qildirib oling dadangizga, xo'pmi? Keyin kelaman. Qachon chaqirsiz, xo'p? Baraka ham bor ekan, baraka, egizak. Egizak baraka. Yo'q, bolalar zo'r ekan-ku. Bu bolalar qaysidan tushgan buni? Mana buni bolalari bitta yaqin do'stimiz bor. Bular ikkitasi ham ikiza qo'zi, haligi nima deydi, sog'liq bular. Sog'liqmi? Sog'liq. Xudo beribdi. Sog'liq qo'ydi yaxshi ko'raman. Mana qarang, onasini garbanoslarni. Qarang qo'zini. Zo'r ekan. Mana shu qo'y ishlayotgan qo'yda sog'lom qo'y. Sog'lom qo'y. Bular ham bo'g'oz. Bular hammasi bo'g'oz.
Nimaga issiq bas bet? Shu ventilyatorlar sovutib yuboryaptimi? Ha. Yo, joy ham o'zi soyda bo'ydaligi Soy uchun. bo'ydaligi uchun. Ha? Hozir shobada aylansa so'yib Aylanib ketadi. ketadi. Ha, aylanib ketadi, so'yib ketadi. Barakasini bersin, to'xtatmanglar iloyim, xudo xolasa. Ko'p suhbat bersin. Xudo xolasa. Hammalar Kelamiz yaxshi. yana bir Ha, xudo bitganda. xohlasa. Bitganda kelasiz. Xo'p. Mehmon qilamiz, xudo xolasa.